Opa Abror aka. O, sabzi to'g'ri ekan. Ha. Qarash so'raymi? Men ham pazandalardanman. Yo'q. O'zimiz. Axir siz mehmonsiz. Bugun mehmon, ertaga qarindosh. Albatta, yer, esim qursin. Sizga ataylab Moskvadan sovg'a olib kelgandimmi? Hozir. Nazokatxon? Lapay. Ja, ajoyib chiqib qoldik-a. Hamma narsadan xabardor. Adolat, bu yigit kim? Kuyovmish. Kuyov? Murodjonchi? Muroddan ayniganmish. Ana xolos. Bu axiri osh lanch bo'pti-da. Birdaniga bemaslahat. Yuragim g'ash. Hey, Adolat. Kuyov? Bu qanaqa gap bo'ldi? Aka, sizga ataylab Moskvadan olib keldim. Ya. Ajoyib-ku bu, ha? Ha, viski. Aytgancha Abror aka, sizni jindak otadi deb eshitgandim. Ya, jinday emas, ajab to'g'ri otamiz. Endi buni mazasini bir tatib ko'rarkanmiz-da. Ha, endi menga xizmat chiqdimda endi. Ha, mayli. Opa Abror aka. Ha, Yo'q, izlar Ha. Baniyat shifo. Salomatlik bo'lsin. Obbo dadasi, halitdana? Jindakkina otib, sovg'aning mazasini tatib ko'rayotgandik-da, xotin. Oshni kim qiladi? Oshni o'zim qilaman. Hozir. Qani bo'la qoling, tezroq chiqing. Xo'p. tanishganmiz. Salom. Salomatlik bo'lsin. Bu boyadan beri ismingizni aytmadingiz. Hadeb, mehmon deb chaqiraverish sal noqulay bo'lyapti-da. O'tkirbek. O'tkirbek? Ana xolos. Mol egasiga o'xshamasa harom o'ladi deganlari rost ekan. Kanyangiz ham o'tkir chiqib qoldi-ya. Jonivorni hidini aytmaysizmi? Ha, yutimi ham yumshoqqina ekan. Ha, yana bitta-bittadan nima deysiz? Yo'q. Men hozir osh qilyapman. O'choq boshiga chiqaylik, o'sha yerda otalashamiz. Mayli. Ya. Dutorlari ham bor ekanmi? Ha. Olib olaymi? Mayli. Juda ajoyib-ku. Buyurtma.